mana bunaqa qilib enagalik qilib katta qilish o'zi hozir hamma zamonaviy futbolchilar hammasi o'zini ustida o'zi ishlab, o'ziga murabbiy yollab, o'ziga diyetolog yollaydigan darajaga yetib keldi. Trener nima kerak? Ularni to'g'ri bitta jamoaga aylantirishdi. Men aytmoqchi bo'lganim, siz gapingizda ham jon bor, yoshroq futbolchilarga shunaqa qilsa bo'ladi, lekin u yog'iga o'zini o'zi olib ketish kerak. Murabbiy men bilmayman. Jamoani shakllantiradigan shaxs bu. Yo'q, o'sha jamoada futbolchini shakllantiradigan emas. Hammasini bilish kerak. Futbolchi o'sha jamoaning ichida murabbiy qanaqa nafas olishini bilish kerak. Har bitta pozitsiyadagi futbolchi murabbiy nima yeb, nima ichayotganini bilish kerak. Murabbiy nechida uxlab, nechida turayotganini bilish kerak. Hamma narsani qaramagan holda, ko'rmagan holda uni hamma narsani sezish kerak. Bugun buni kayfiyati yo'q, qarochi deyish kerak. Misol bugun bu trenirovkada men darvozabonim yaxshi emas, ikkinchi darvozabonim yaxshiroq turibdi. Lekin men hozir buni qo'ysam, buni oyog'i qaltiraydi, men uni qo'yurishim kerak deyish kerak. Murabbiy o'sha narsani his qilish kerak. Tushundim. Murabbiy keyin o'sha risk qilishdan qo'rqish kerak emas. Shunaqa taraflari bor-da.